Bugun ham mana shu xonadon sohib va sohibalarini talabi istaklariga binoan kechamizni badiiy qismida o'zini chiroyli navolari bilan, o'zini sermahsun taronalar bilan vohamizni, o'zbek xalqimizni yaxshi kunlarda, bayramona chiroyli to'ylarda xizmatda bo'lib kelayotgan shovvoz san'atkorimiz. Demak, sahnamiz markazida kutib olasizlar. Azizjon G'oyib keladi. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat do'stimizga ijodiga omad tilaymiz. Avvalambor assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun qo'shaloq bayram. Qo'shaloq kelin-kuyovlar tabriklaymiz, to'ylar muborak bo'lsin. Shu jiyanlarimiz ham katta bir yigit bo'lib, el yurtga foydasi tegayotgan inson bo'lsin. Barchamizga yoqimli ishtaha, xush kayfiyat tilab qolamiz. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Shu birinchi aytadigan ashulamiz shu akalarimiz iltimoslariga binoan, ko'pchilik akalarimiz iltimos qilishgan. Marhamat, talablarga binoan bo'ladi. Yoqimli ishtaha tilaymiz. Boshini silasang ko'ppak tishlaydi, arpadan tuygan ot paychoq kishniydi. Boshini silasang ko'ppak tishlaydi, arpadan tuygan ot paychoq kishniydi. Bola g'irt bekorchi ota ishlaydi. Bu qanday zamondir, bu qanday zamon. Bola g'irt bekorchi ota ishlaydi. Bu qanday zamondir, bu qanday zamon. Hurmating, izzating ishi bitincha, luqmaga ishonch chaynab yutincha. Toning uparlar ishi bitincha, luqmaga ishonch chaynab yutincha. Mizmon qistanadi mehmon gitincha. Bu qanday zamondir, bu qanday zamon. Mizmonda fursat yo'q mehmon gitincha. Bu qanday zamondir, bu